Ko'tarib qo'yma, oyijon, uzr. Laborda telefon qildilar. Anaqa tuz so'rayaptilar. Ozgina tuz berib turing deyaptilar-da. Bos. Yo'q, oyijon, Lobar opa. Telefon bos. Oyijon, o'rtog'ingiz bor-ku, Lobar opa. Telefon. Lavangsiz. Voy xudoyim, nima dedingiz? Xo'p dedim. Qanaqa nega xo'p deysiz? Voy tavba qildim. Kelin, so'ramasdan tur. Tuzu. Qanaqa ozgina tuz, jinnimisiz kelin? Voy, menga qarang, qo'shniga tuz berib bo'lmaydi. Kelin po'sha qo'shniga tuz berib bo'lmaydi. Butun uydagi baraka chiqib, xohlagan narsangizni bering, lekin tuz berib bo'lmaydi. Baraka chiqib ketadi, bilasizmi shuni? Xo'p deb qo'ydingizmi hozir? Oyijon, bular irim-sirimi? Voy xudoyim, bu irim-shirim emas, bu kelin po'sha irim-shirim emas bu. Bu bor narsa bu. Bir ko'ring-da. Lobar bilan urushtirmoqchimisizman? Mana shu lobar bilan urushtirmoqchisiz? Siz hozir men tuz berib, shunaqa qilmoqchisiz hozir? Oyijon, qolmay qopti. Magazinga chiqib kela olmayapman. Ular joyda emas. Yugurib chiqsam, mahallani tepasida mana butkada sotyapti tuz.